Oyim va dadam qo'shni o'g'lida IELTS bor deb aytishardi. Endi ularning o'g'lida ham IELTS bor. English Life o'quv markazida yana bir quvonarli natija. O'quvchimiz Mutalibjonov Doniyorbek IELTS practice kurslarimizda o'qib, IELTS dan 7 ballni qo'lga kiritdi. Doniyorbek, bu quvonarli natija bilan tabriklayman. Sizga, tarbiya bergan ota-onangizga va albatta bundan oldin alfabetdan boshlab o'rgatgan barcha ustozlaringizga rahmat aytib qolmoqchiman. Chunki bu natijani faqat biz bilan erishmadingiz. Qanchadir darajada yordam bergan bo'lsak xursand bo'lamiz. IELTS dan 7, listening 8,5 bu juda ham ajoyib natija albatta. Imtihondan oldin hayajon bo'ldimi? To'g'risini aytsam, unchalik hayajon bo'lmadi. Chunki qilgan praktiklarimiz imtihonni o'zida juda ham katta yordam berdi menga. Eng quvonarli holatlardan bittasi ota-onangizga natijangizni aytganingizda qanaqa reaksiya bo'ldi? Ota-onam albatta juda ham xursand bo'lishdi va qarindoshlarga maqtanishib ulashishdi gruppalarida va keyingi natijalarim uchun ham duolar qilib qo'yishdi. Doniyorbek, endigi rejalar qanaqa? Endi maqsadlar bizda juda ham katta. SAT va IELTSni qo'lga kiritgandan so'ng bir dona qadam qoldi va bu qadam dunyoning eng yaxshi universitetlarida talaba bo'lish. Xudo xolasa bunga ham erishasiz. Rahmat sizga katta. Tabriklayman yana. IELTS dan 7 va undan yuqori olmoqchi bo'lganlarni English Life o'quv markaziga taklif qilib qolaman.